Amaki, baloningizni qoraytirib beringmi? Oting nima ukam? Saydalo. Saydalo? Hmm. Shu yerda ishlaysan? Ha. Adela bormi? Adam tashab ketgan. Oyinchi? Oyim kasal bo'lib qolganlar. Dorilarga pul yo'qoldi. Hech pul topolsan endi kuniga. Har kuni 100 ming topishim kerak. 100 ming? Menimcha men ajrashsam kerak. Umuman kelisholmayapmiz, har kuni urush janjal to'polon. Menga yoqmayapti. Xo'p, keyin nima bo'ladi? Nima bo'lsa bo'lar, jonimga tegib ketdi bunaqa yashash. Xohlasang men aytib beraman keyin nima bo'lishini. Birinchi o'rinda bolalaring yetim qoladi. Xotining ayol boshi bilan beva bo'lib qoladi. Bolalaring keyin oilamni boqiy, onamni boqiy deb nima qiladi? Ko'chaga ishlagani chiqadi. Men ko'chadagi mashinalarni, "Aka, baloningizni qoraytirib bersam maylimi?" yoki 4 ta limonni olib, "Aka, shu limondan sotib oling, adam yo'lada, bizani tashab ketganlar-da" deb birovlarga sarg'ayib yuradi. Tasavvur qilsam, jamiyatga mana shu nafrat bilan katta bo'lgan odamlarning qo'shilishiga sen sababchi bo'lasan. Aynan sen. Xotining-ku mayli. Lekin bolalaring seni hech qachon kechirmaydi. Mana shu gapim esingda qolsin, Jasur. Hech qachon kechirmaydi. Katta bo'lganda ham esida qoladi. Adam bizga bemehr bo'lganlar, bizani tashab ketgandilar o'sha payt onam bilan deb esida qoladi mana shu narsa. Yo'qni qara o'zingga. Bahodir aka, kompaniyamizning 5 oyligini shunaqa holatda ko'ring. Menga yoqdi lekin. Yaxshi fikr-a? Bahodir aka, bilaman hozir mavridimiz bugun sal voqea ketsam bo'ladi. Kichkina qizim tug'ilgan kun yetdi. Nima qilib o'tiribsiz bu yoqda? Bo'ldi. Uzr, Bahodir aka ishdan keyin o'zim Ya Odiljon, men to'g'ri ma'noda aytaman. Nima qilib haligacha o'tiribsiz? Qizingizni tug'ilgan kuni ekan, esda qolarli kunida siz yonida emassiz, Odiljon. Nima degan gap bu? Yaxshi emas bu. Ruxsat, keturing. Keturaymi? Ha, nima unaqa qaraysiz? To'g'ri ma'noda aytaman, boravering. Rahmat aka. Hop. Uzr, rahmat. Sovg'a olish esdan chiqmasin, ha? Bo'ldi, xo'p, rahmat. Xo'p. Nima haqida gaplashayotgandik? Kompaniyamizning oxirgi 5 oyligi. Ha. Kelinglar, bundoq qilamiz. Majlisni shu joyda tugataylik-da. Hamma uyiga borsin, ota-onasini, farzandini. To'g'risi, men ham qizimni sog'indim. Ertaga kechikmasdan kelish kerak. Albatta. Xo'p. Assalomu alaykum Bahodir aka. Va alaykum assalom. Qalaysiz, ha? Yaxshi? Yaxshimisan? Ha? Balonlaringizni qoraytirib beringmi? Mashina o'zi qalay, kofe yoqdimi? Ha, zo'r aka. Yaxshimi? Ish qalay bo'ldi bugun? 50 ming ishladim. Hı? Faqat 5 mingga qornim ochib ketib bo'lib qoldim. Mayli, och yurmaysan-ku endi. Oila yaxshimilar? Ha, yaxshi bo'lib qoldi. Nima kasal bo'lganlar o'zi? Ko'k sarteris yurishlar qiyin bo'lib qoldi. Yomon kasal ekan. Aka, boymisiz? Nega unaqa deyapsan? Siz yoshligingizda menga qiynalganmisiz? Aka, adingiz boymilar? Kech bo'lib qopti. Uyini bilasam qattaligini? Ha? Yura borib qo'yaman. Bo'ldi aka, hozir chiqaman. Hop. Asal bo'laqa dastlabki ham keldi uje, seni kutyapman.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Singlim yaxshimisiz? Qizimsiz? Xudoga shukr. Saidaloni uyida adashmasam. Ha, tinchlikmi ish qilib? Ha, tinchlik. Siz onasi bo'lsangiz kerak. Xavotir oladigan hech nima yo'q singlim. Biz o'g'lingiz bilan o'zi ko'chada tanishib qoldik. Ozgina gaplashib, o'shanga hadya deydimi, ehson deydimi, ilinuvdik. Assalomu alaykum Bahodir aka. Va alaykum assalom. Qalaysan? Yaxshi. Yaxshimisan? Opa, ichkariga kirsak bo'ladimi? Kiringlar, keling. Kiring. Rahmat. Opa, hech ham xijolat bo'lmang, hammasi joyida. Endi kam bo'lsa ham ko'p o'rnida ko'rasiz. Ovora bo'lib shuncha narsa olib kelibsizlar. Rahmat kattakon. Ovorasi yo'q, xijolat bo'lmang. Bilasizmi, bular rosa ham ko'p o'g'lingizni maqtaydilar. Tarbiyasi juda ham yaxshi deb ko'z tegmasin. Rahmat. Haligi opa, mazasi yo'q deb eshitdim. O'shanga erim bilan argon preparatidan olib kelgandik. Avvalambor xudo, lekin sababini ham qilish kerak. Bu ko'k sartirozga, suyalaringiz og'riganiga juda ham yaxshi foyda beradi. Rahmat. Alloh dargohida qabul qilsin. Rahmat kattakon. Bo'ldi, kayfiyatingizni ko'taring. Hali yaxshi kuninglar oldinlar. Ishladi. Nima bo'lgan ekan? Filtri to'lib ketgandi. Mana havo chiqaryapti. Yana nima bor? Bahodir aka ketdingmi? Bahodir aka. Bahodir aka. Tinchlikmi? Tinchlik. Bilaman. Adis haqida o'ylayapsiz. Menga qarang. Ular sizni tashlab ketgan bo'lsalar ham, mana kuchli inson bo'lib katta bo'ldingiz-ku. Ko'rasiz. U bola ham sizga o'xshab kuchli inson bo'lib katta bo'ladi. Saxiy odamlar qatorida bo'ladi. Bo'ldi, o'ylamang. Ketdikmi? Ketdik.